Men Fatto Halimova Mahfuchehra, Sayyor Aliyeva kosmetologimiz huzurlariga bugun ikkinchi marta tashrif buyurishim. Birinchi kelishdan oldin ozgina hayajonlangandim. Yuzimni qanchalik to'g'ri bo'lishini bilmaganim uchun, lekin birinchi bo'lgan muolajamizdanoq yuzimda chistka tozalash muolajasini olib borganimizda ancha yuzim ocharib, bugridan qolgan dog'larim ham ochilgandan so'ng ikkinchi safar endi bemalol ishonch bilan keldim va bugun ham mana muolajalarimizni olib bordik. Tavsiya qilaman hammaga kelishingizni bemalol ishonchli va hamma muolajalar toza sanitariya qoidalariga amal qilgan holda bo'ldi. O'zingizga bo'lgan ishonchni orttirishga, o'zingizni yanada yaxshi ko'rishingizga sababchi bo'lasiz. Bemalol kelishingiz mumkin, tavsiya qilaman. Men Fatto Halimova Mahfuchehra, Sayyor Aliyeva kosmetologimiz huzurlariga bugun ikkinchi marta tashrif buyurishim. Birinchi kelishdan oldin ozgina hayajonlangandim. Yuzimni qanchalik to'g'ri bo'lishini bilmaganim uchun, lekin birinchi bo'lgan muolajamizdanoq yuzimda chistka tozalash muolajasini olib borganimizda ancha yuzim ocharib, bugridan qolgan dog'larim ham ochilgandan so'ng ikkinchi safar endi bemalol ishonch bilan keldim va bugun ham mana muolajalarimizni olib bordik. Tavsiya qilaman hammaga kelishingizni bemalol ishonchli va hamma muolajalar toza sanitariya qoidalariga amal qilgan holda bo'ldi. O'zingizga bo'lgan ishonchni orttirishga, o'zingizni yanada yaxshi ko'rishingizga sababchi bo'lasiz. Bemalol kelishingiz mumkin, tavsiya qilaman.